student bo'lib kelganman. Bakalavr va magistraturani bu yerda bitirdim. Injener, muhandis, ofisda ishlayapman. Ham qiyin fakultet. Juda ham ko'p depressiya bo'ladi bu yo'lda. 6 yil, 7 yilda ham bitirolmayotgan odamlar bor. Ko'p reklamalarda ko'ryapmanki, 4 yil ichida tekin deb tashlashyapti. Bu noto'g'ri narsa. Rinda 10 ming kam. Oyga qancha topasiz? Hurmatli podpischiklarim, assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimiz ochiq. Bugun biz 6 yildan beri Italiyaning Rim shahrida yashab kelayotgan hamyurtimiz bilan qisqacha suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga savolimiz, 6 yil ichida siz bu yerda nimalarga erishdingiz? Avvalambor men bu yerga student bo'lib kelganman. Aha. Allohning qudrati bilan bakalavr va magistraturani bu yerda bitirdim. Qaysi o'qishni bitirdingiz? Sapienza universitetini bitirdim. Rimda joylashgan. Fakultetim bakalavrda Sustainable Building Engineering va magistraturada Environmental and Sustainable Building Engineering bo'lgan. Magistraturani yanvarda bitirdim. 110 dan 108 ga. Ya'ni bu yil bitirdingiz. Siz hozir o'qishni bitirgandan keyin qat'iqadir ishga joylashdingizmi yoki? Ha. Qaysi restoranga? O'qishni bitirganimdan keyin Xudoga shukr restoranga emas. Aha. Shu paytgacha ham restoranda bo'lmaganman. Aha. Yo'nalishingiz nima? O'zim yo'nalishim bo'yicha injener, muhandis. Injener, muhandis. Ha, quruvchi. Aha. Hozirgi kunda men ofisda ishlayapman. O'zimiz soham bo'yicha. Italyan o'zida. Va indeterminato kontrakt bilan. Bu hozir portugalskiy bo'ldimi? Qaysi tilda bo'ldi? Bu italyanskida. Demak, italyanchani bilasiz. Xudoga shukr. Albatta hazil savollar. Rahmat. Italyan. Bizga hozir ovqatlarimiz yetib keldi mana. Keyingi savolim, faqat bitta narsani aytib ketmoqchiman. Sirazu aniq savol berishingizdan oldin. Bu injineriya fakulteti juda ham qiyin fakultet. Agar inson o'zini eplay olmasa va o'ziga o'zi qarshi chiqmasa, bu yo'lni tanlamagani yaxshi deb o'ylayman. Chunki juda ham ko'p depressiya bo'ladi bu yo'lda. Odamlar bor O'zbekistondan kelib 6 yil, 7 yilda ham bitirolmayotgan odamlar bor. Agar xabaringiz bo'lsa, biz O'zbekistonda har xil konsalting firmalar reklama qiladi. Ya'ni Italiyaga o'qishga borsangiz, stipendiyasi bor, oyiga shunchadan beradi, shunchadan bilan endi aniq sifralarni qaysi konsalting firma reklama qilganini aytmaymiz. O'qishlarimiz besplatniy deydi. Shu narsalar haqida nima fikr bildirasiz? Fikr bildirishdan oldin o'zim haqimda aytsam, men Xudoga shukr shu o'qish vaqtimda bakalavrda ham, magistraturada ham tekinga o'qiganman va har bir stipendiyasini olganman. Va magistratura paytida ikkinchi kursda birinchi semestrida men Erasmusda qatnashib, grant olib, Yevropaning Polsha davlatiga Krakow shahrida o'qib kelganman. Ha, to'g'ri, o'qish tekin, stipendiya olsa bo'ladi. Faqat hozirgi odamlar o'ylayotgandek emas. Nimaga? Chunki hozirgi ko'p reklamalarda ko'ryapmanki, 4 yil ichida tekin deb tashlashyapti. Bu noto'g'ri narsa. Agar harakat bo'lmasa, bu narsa bo'lmaydi. Birinchi kursdan keyin birinchi kursdan keyin siz imtihon varoqalaringizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Kamida minimum 30 kredit olishingiz kerak. 30 kredit olmasangiz, bu degani sizda stipendiya ham yo'q degani va o'qishga pul to'laysiz degani. Tushunarli. Stipendiyasiz kuyadi degani. Ya'ni odam o'zida harakat bo'lmasa, stipendiya ola olmasligi mumkin. Обязательно. Imtihon baholasiz, kredit yetarlicha kredit yig'a olmasangiz, stipendiya bilan ham xayrlashasiz, o'qish tekinligi bilan ham xayrlashasiz. Misol uchun, masalan, bitta o'quvchi keldida, o'qishga kirdi. Ballarni yig'a olmadi. Stipendiya ola olmadi, endi kontrakt to'lash kerak. Primerna bitta bola uchun qancha rasxod bo'lishi mumkin bir yiliga? Primerna 10 ming? Yashayotgan shahriga ham bog'liq. Masalan, Rimni olamiz. Rimda 10 ming kam. 10 ming kam. Bir yilga Rimga 10 ming kam. Necha pul ketishini izohlarda yozib qoldiringlar. Faqat 10 ming kam deganim
xona yashaydigan uyi bilan qo'shganda, ovqati bilan, rasxodlari bilan, avtobus hammasini qo'shganda 10 ming kam do'mi. Hamma xarajatlar ichida, tushundik. Demak, siz o'qishni bitirganingizdan keyin ishga joylashgansiz, to'g'rimi? Da, hozirgi kunda men ishlayapman. O'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha. O'zimning yo'nalishim bo'yicha. Agar sir bo'lmasa, oyga qancha topasiz? Yoki bu sir bo'lib qolsinmi? Sir bo'lib qolsin. Mayli. Bizni O'zbekiston vatandoshlarimiz chet ellarda ishlab yurgani, ya'ni oddiy qora ishlarda emas, gastrobatorlik emas. Ya'ni yaxshi ishlarda, o'zini yo'nalish bo'yicha ishlab yurganlardan biz juda ham xursandmiz. Shunaqa vatandoshlarimiz ko'rganimizda. Kichkinagina suhbat uchun sizga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, sizga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Salomlaringiz bo'lsa yo'llab olishingiz mumkin. Rahmat sizga. Hammaga salom.